Assalomu alaykum. Mana xudo xolosa biz Namangan Chortoq tumaniga keldik. Bu zavod nima deyapti? Bir baho berasizlar. Zavodda atushi xudo xolosa tayyorlanib, joylari ham o'ta chiroyli, go'zal bo'lib tayyor bo'lgan. Mana liniyani o'ziga beton quyilgan, chekkalarga sheben tashlangan yo'l qilib. Mana kichkina qolib qo'yganmiz, bu yerga 0.43, bu yerga ham shu tepasini pastini kesishga sim qo'yganmiz. Gorizontalni, vertikalni reskalarni ikkalasidan ham qo'yganmizda. Xudo xolasa mana zavodni yurg'izishga keldik. Semen siloslari bilan 50 tonnalik yog'i avtomat liniya. Mana zavodga bitta baho beraverasizlaring. Odam tomosha qilib, mazza qilib tomosha qiladigan zavod, akkuratni bir joy-joyiga tushib, hamma yo'q zo'r bo'lgan. Xudo xolasa. Xudo xolasa ertaga bu zavodni yurg'izib topshiramiz. Bundan oldin bitta video qilaylik deb. Bu yerga 0.43 forma qo'yilgan. Bu formalarimiz mana zasholkali bo'lgan, zavodskiy zasholkali qilib qo'yilgan. Hamma yo'q komplet 40 ta qolib, komplet to'liq 100%. Bu avtomat liniyamiz mana. Semen silos, shinek transportировочный lenta, subochka, aqlli kotyol hammasi ustanovkaga o'rnatilgan. Nima deyapti endi bu zavodimiz, ha? Mana aqlli kotyollar hammasi tartib bilan joy-joyiga tushgan. Kimga mana shunaqa liniyalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammasini qo'ldan kelganicha ustanovka qilib yozib beramiz. O'zini ishga tushirib berasizlarmi? Ha. Xullas, oshiqcha gap so'z kerak emas zavodga. Biz bu zavodni qurishdan oldin kelganimizda bu joy xuddi mana bunaqangi do'ngalak bo'lib yotibdi. Hamma joy baland-past bo'lib. Xolos do'ngalaklar yo'q mana. O'rnida zavod. Kuzatib borasizlar, zavod yurganini обязательно qo'yamiz.